Faqat Uzum bank ilovasida naqd pullik mikroqarzga 20% ga pasaytirilgan stavka. Birinchi 30 kun ortiqcha to'lovlarsiz. 15-dan 30-sentabrgacha rasmiylashtirishga ulguring. Bir necha daqiqada uydan chiqmasdan Uzum bank ilovasini yuklab oling. Bolalar, hammaga salom. Bugungi videoda sizlar dahshatli top 10 ta nerealniy safety ko'rib chiqasizlar. Let's go. Anonti tarixidagi bo'lgan 3 yil davomida yig'ilgan top 10 dahshatli safe. Nima deb o'ylaysiz, jahon qanchalik strashli safe'lar ko'rasan? Ko'raman endi hozir, qo'rqyapman ozgina. Videoni ko'rib, dahshatli safe'lar ekan-u. Da. O'zimga kela olmay qolsam-chi deb qo'rqyapman sal. Balkim hozir ko'ramiz. Shunaqa. Demak, unda biz boshladik. Top 10 dahshatli safe'lar. Mana top 10 ko'rding, qanday paka boshlanishi kerak. Endi paka normallar. Legendalarga qarshi. Bilishniga keyinga o'xshab tiqvormoqchi edilar, cho'ta o'xshamayapti. Qaytarib qoldi. Bu normalda. Zarba yo'llandi va darvozabondan ajoyib seyf. Aynan Maxa turgan nuqtaga zarba, kuchli zarba yo'llandi. Ichiga yo'l olmoqda 74-daqiqa. Mana o'sha zarba. Zo'r zarba. Strashniy bo'libdi prям. Ya qanday bo'ldi? Endi sen o'sha yerda yo'q bo'lganingda gol bo'lardi-da. Yo'q. Ha, o'shani oldin olsan-da. Mayli. Davomi qanday bo'ladi bu hujumni? Yaxshi hujum tashkil etildi va zarba kerak, zarba ham bor. Maxadan ajoyib seyf. Diyor Otaboyevning zarbasi edi. Bebetda yaxshi olib chiqding. Ha. Zo'r. Qizligi. Bir 90% lik golli qutqardi hozir. Yaxshi. Ham 8. Endi 7. Ha. Mumkin. Bas. Biroz yetgani yo'q. Maxa. Unwanted Boys darvozaboni Mahmud Odilxonovning seyfidan so'ng hali uchrashuv davom etadi. Nima prям 7 ta. Zo'r endi to'g'ri pozitsiya tanlandi, udachina reaksiya ish berdi. O'sha trenirovkalar o'z foydasini berdi. Shunaqa deysanmi? Endi mana Karonni Shunaqa. so'zim bor-ku, filmda o'ynadi, slabo o'ynadi. Shunaqa. Endi ish beribdi o'sha yerda. Qani qolganlarini ham ko'raylik-chi. Musali kerak. Chunki bu o'yinning o'zining tarixi bor. Uzoq masofadan zarba! Darvozabondan super seyf va zo'r kombinatsiya bilan hozir mana shu burchak to'pini ham o'tkazib olamiz. Qaytadan ko'rishingiz mumkin. Super zarba bo'ldi shundan ham va deyarli 9 bitta. Nima deysan? Shu super zarba bo'ldi shundan ham. 9likka. O'sha olib chiqding. Yaxshi tepdi, endi bilishniga tepdi, o'qiding. Agar o'qimaganingda gol edi. Ya o'qimadim lekin. Koptoga qarab, udardan keyin reaksiya bildirdi. Bu 5 gacha qanaqa bo'ldi shu yerda? Normalno. Baratada odam bor ekan. Barata odam bor ekan. Wow, effekt bo'lmadimi hali? Yo'q, lekin hali wow bo'lmadi. Wow bo'lmadi. Endi most wow. Men ham qaytarardim ularni. Bo'pti, sen qaytargansan. Kerili joyda paydo bo'lgansan. Nuqqilman shunaqa ekan. Kerili joyda. Qahramonmiz, millat. Super bo'l. Yaxshi, zo'r. Top 5 mi bu? Bitta kerili joyda paydo bo'lyapsan-da bu. Bu navak bor. Projoklar yo'q-da, boshing shtangalarga urilib turganlaring ko'rmadim-da hali. Nima, siz faqat shunaqa bo'lish kerak. Shunaqalardan chiqadi. Nimadir. Shunaqalardan chiqadimi? Bir otalib nimadir bo'lgan. Ay, ko'raylik-chi. Шера подает с левой, попадает в голову Чичерину, и удар опасный получается. Вот Шера мягко набрасывает штрафную, там несколько футболистов делали ложные забегания, и в итоге Чичерин остался... Нормально, oldin olibsan-da, xavfa. Vartiga kim o'tadi? 9 ga o'sha. 9 ga o'tadi. 9 dan olib chiqibsan-da unda. Gap yo'q. Do'ppi kiyib o'yna qara o'yinimda. Qataq do'ppi deydimi? Rostdan ham. Do'ppining foydasi bor ekan. Balki shundadir.
Sizda top uchi endi mana. Da qani shu ko'raylikchi top uchi eng qo'rqinchlilarini Boskaga yetib keldik 3 ta. Boskami? Ha, qani. Do'stlar, bizda top 3. Uzatma amalga oshirildi. Top qaytarildi. Navron. Uzoq masofadan zarba darvozabon qaytardi. Va top maydonga qaytib ham qanday otilishiga qaraganda, ammo juda xavfli va juda kuchli zarba ijrosi. Normal, mana o'sha varatlarga o'xshab seyf mana otilib. Men vartarga o'xshab. Varat ham shalnoy tepib qoladilar. O'zi vinis qiladilar. Bilmayman endi. Bu prям 9 daga boryapti-da. Zo'r olib chiqibdi. Kerakli joyda kerakli paydo. Kerakli joyda kerakli paytda. Reaksiya prejok mana Donnarumma. Prям top 3 bu. Top 3 ga arziydi. Arz ekan bu. Top 2 da nima ekan? Top 1 da nima ekan? Bilan 3 ta shunaqa bo'lsa. Nima qilyapsan? Sho'ga, ammo 9 dan. Nima qilyapsan? Shunchalik bu birinchi o'ringa dash tortardi. Sразу же astrata bo'lib ketdi. Hujumda уже kreativlik bo'lib ketdi-da, mana. Do'stlar, bizda kumush уже boshlandi. Top 2 anonsda birinchi o'yini Lokkoga qarshi, Profga qarshi. Top 2 uncha debit qilmadi. Nega? O'zingga kelyapti-da. To'g'ri, lekin 3 metrdan, tim bo'l tez kelyapti. Hop 1 metrdan bo'lsa ham. Mana shunga kelyapti. O'zingga kelyapti, bundoq qo'rasan-da. Reaksiya degan narsa navqli. Yo'q. O'ziga kelyapti, yoniga kelgan to'ssa men tan beraman. Endi qara, men buni o'zim tuzib chiqdim top o'yinida. Tipa say aytmoqchidan 3-o'rin bilan 2-o'rinni joyi almashib qolgan deb o'yladim. 100%. O'zim tuzganligim uchun endi как вратарь точка зрениясidan qaradim-da. Endi sen нападающий точка зрениясidan может-da. Bolalar yozib ketdinglar, qaysi seyf qaysi o'rinda bo'lishi kerak. Может ba'zi bir seyflar joy almashtirib qolgandir. Shunaqa. Keyin men uni важностьligiga ham qaradim-da. Qanchalik seyf muhim rol o'ynashiga ham qaradim. Endi men bu вратарьni точка зрениясidan tuzilgan top 10lik o'zimning мнениямdan. Endi men shunaqa dedim. Endi jahonning fikri bo'yicha bu shunaqa ekan. Xo'p, shunaqa. Endi birinchi o'rindan nima kutyapsan? Mana 3. Juda katta narsalar kutyapman. Hamma umidim mana shundan. O'zi. Nega hamma umiding bunda? O'zi seyf bo'ladimi yo'qmi kutyapman. Shuncha nima ko'rding? Seyflar ko'rdim. Hop. Kerakli payt kerakli joyda bo'lib qoldi. Kerakli payt kerakli joyda bo'ldi. 9 marta hozir ko'ramiz. Top 1 dahshatli seyf bo'lgan. Topdan. Maha darvozada Shixov, Xolmuhammedov kim zarba beradi o'zi? Tomosha qilamiz. Hakam ruxsat berdi va Shixovning zarbasi darvozabon qaytarmoqda Maha. Ajoyib seyf. Ajoyib harakat qildi. Qaytadan tomosha qiling mana. Mana jahon birda ham ko'rding. Prям yaqinda bo'lgan seyf. O'sha seyf bizga chempionlikka olib keldi. 10 ta videoni ko'rdim. Shu seyf qani? Men shu qiziqtiryapti-da. Yozib yuboringlar kommentga. Mana birinchi o'rin, real birinchi o'rinmi yo bundan da dastoyinsi bormidi biriga bu yoqda ichida? Menimcha, anu Slyotni tepgani o'sha qiyinroq edi-ku. Yo'q, endi qaraman nimaga bundan birga qo'ydim? Важность bor. Urganda agar важность bor. Opitli o'yinchi. Yaqin masofadan tim bo'yli ko'rish ham qiyin edi yo'qda. 4 ta, 5 ta oltirab, ularda ham o'yinchilar turib oluvdi o'shanga. Endi men birinchi o'rinda важностьga qaradim. Polni 3 yil davomidagi top 10 seyfni ko'rdinglar. Nima yoqdi, qaysi seyf qaysi o'rinda bo'lish kerak edi kommentariyada yozib ketinglar. Jahonning мнениясini ham eshitdik. Oradan 3 yil o'tibdi, hali ham seyf qilmabdi. Kutamiz. Даже 3 yilda men bitta gol urib yubordim, adashib. Gol urib yubordi o'zi. Ofitsialniy o'yinda. Tavarskida son-sanoq yo'q gollar. Men ham endi vaqa yaxshi. Kerakli joyda, kerakli vaqt paydo bo'lar ekan. Seyflar ham bor. Da. Menimcha yana ko'p seyflar chiqsa kerak, ko'rmaganmizdan qoldirib yuborganmizdan. Ya qara, bu faqat o'yindagi challenge emas. Challenge mana bu tavarsklarni hisoblama. Hujum qilishmas ekanda bizga. Yo gol yo mana bunaqa to'sganlar. Balki shunaqa. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, video yoqqan bo'lsa shu kanalga
obuna bo'lib, like bosinglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yoqmagan bo'lsa, shu narsalarni qilmanglar. Maxaga yana seyflar qilishini tilab qolinglar. Maxaga ishlarda rivoj, trenirovkani bosish kerak, seyflarni ko'paytirish kerak. Hammaga rahmat. Keyingi video rolikda ko'rishguncha.